Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Endi Eiffel minorasini ko'rgani, rasmga tushgani Fransiyaga borish shart emas. Hozirgi kunda o'zimizning Bag'dodlik ustakalarimiz chiroyli qilishib 50 santimetrdan boshlanib 6 metrgacha esa berishyapti. Xudo xolsa niyat qilishibdi 100 metrgacha bemalol keyingi, misol uchun 1 oy 2 oylardami chiroyli qilib yasaymiz deb. Bo'lmasa Murodjon akamizdan ma'lumot olaveramiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz aka? Rahmat, Allohga shukr. Obunachilarga salom. Xo'sh, bizda shunaqangi Eiffel bashniklar, o'yingohlar, trenajyorlar ishlab chiqaradi. Bir boshdan boshlayveramizmi? Bir boshdan boshlayveramiz. Eng kichkinasi. Eng kichkinasi mana 65 santimetrdan boshlanib, va bu yog'i o'sha aytgan razmerda tayyorlab beraveramiz. Mana masalan, mana bunimiz balandligi 260, narxi 3 million so'm kami bor. X-Loy kraska berilgan, ko'proq material ishlatilgan, baquvvat chiqqan. E'tibor berib qo'yasizlar, ko'proq o'sha iloji boricha birga-bir qilib ishlashga harakat qilganmiz. 3 million so'm kami bor. Bunimiz balandligi 565, narxi 12 million so'm kami bor. Hozirgi kunda nimalar, qanday joylarga olishyapti? Bularda asosan o'sha dekorativniy joylarga, magazinlarga, gul-do'kon, yana nima, shunga o'xshagan parklarga olishyapti. Xonadonlarga ham zakaz berishyapti. Zo'r. Misol uchun o'xshagan bo'lsa, birga-bir chiqqan bo'lsa, bittadan like bo'lsa, kommentariyaga o'z baholaringizni berib ketasizlar. Narxi qancha unimizda? Narxi 12 million so'm. 12 million so'm, 565. 565, 6 metrgacha shunaqa. 6 metrgacha esa berilaveradi. Albatta. Undan tashqari, xo'sh, trenajyorlar bor. Bizda hozir faqat shunisidan qoldi. Hali 3 taliklari bor edi. Narxi 1 million 600 ming so'm bo'ladi. 1 million 600 ming so'm. Zo'r. Bularimiz esa kacheli xonadonlarga olishyapti. Narxi 1 million 600 ming so'm. Nimaga qimmat deyish mumkin-da? Bu 200 kilogacha ko'taradi. Javob, qalin materialdan ishlangan. Misol uchun material yuqi bo'lsa arzon bo'lib ketadi. Albatta, albatta. Endi material yuqani tavsiya qilmaymiz, endi bolalarga xavfli bo'lib qoladi-da. Xo'sh, bularimiz ekskavator. O'g'il bolalar uchun asosan xonadonlarga olib berishyapti. Shunday olib turib, qumni mashinaga shunday to'kaveradi. Narxi 1 million so'm. Narxi 1 million so'm. Zo'r. Keyin yana nima? Xo'sh, mana bularimiz yer qayiq deyiladi. 3 ta bu tomonga, 3 ta bu tomonga shuni yotqizib qo'yiladi. Narxi 1 million so'm. Yumalak karusellarimiz 2 million 800 ming so'm. Kachelilarimiz 1,5 million so'm. 4 kishilik mana bu karusellarimiz bor. Narxi 1 million 800 ming so'm. Tarozilar esa 1 million 750 ming so'mdan. 750 ming so'mdan. Ichkarida yana endi ustaxona to'g'risi. Hali nima qurilish ishlari davom etyapti. O'sha hisobiga hamma narsa har xil bo'lib turibdi. Xo'sh, bu yerda bigoy daroshkalar bor, undan tashqari lijalar. Bigoy daroshkamiz narxi qancha? 4,5 million so'm. 4,5 million so'm ushni o'zingizsiz, to'g'rimi? Shunday. To'y shart emas. Albatta. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, kerak bo'ladigan bo'lsa, manzilimiz Farg'ona viloyati Bag'dod tumani Sho'rq qishloqdan bo'lyapti. Pastda telefon raqamlarini qoldiramiz, bemalol aloqa chiqarsa, xudo xolsa bizni kanaldan chiqaruvchi inshoolloh qilib berishadi.